Assalomu alaykum hammaga. Bugungi taqdim qiladigan xonadonimizda narxiga arziydigan bu joyimizni bitirib, foydasi bilan bemalol aniq bilaman sotib olishinglar mumkin xonadonimizni taqdim qilamiz. O'zim agar pulim bo'lganda, bemalol yetadigan sarmoyamiz bo'lganda, shu joyni o'zimiz olib qo'yib, bemalol bitirib, serozniy foydasiga sotib oladigan joyi. Xonadonimizda Sergeli tumani Stроитель mahallasidan bordi, Quruvchilik ko'chasidan 5 sotuvli, даже 5 sotuvdan oshmagan tayyor proyektlari bilan birga sotilyapti. Allohning sinovi kelib, boshlariga ish tushib qolgan ekan, faqat srochniy narxlarda sotilyapti. Xonadonimizda ko'rishinglar mumkin, taxminan 18 ta xona bo'lyapti, nulovoy etajda turibmiz. Shift balandligi keladigan bo'lsa, 350 dan 370 gacha bemalol chiqadi. Meni bo'yim o'zi 170 dan oshuv. Endi balandligiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Xonadonimizda havo aylanish uchun barcha oynalar qoldirilgan va sirkulyatsiya bo'lish uchun bu yoqda joylari ham barchasi bor. Endi bu bizani 3-xonamizda bo'ladi. Birinchi xonasini ko'rgan bo'lsanglar, bu ikkinchisi qo'limizda bo'lyapti alohida va bu uchinchisi. Kattagina, kenggina yer to'lamiz. Havo aylanish uchun bu yoqda joylari barchasi bor va bitta kattagina mehmonxonamiz bo'ladi. Xonadonimizda bu joyda o'zi xususiy bog'chalar, maktablar va mehmonxonalarimiz o'zimiz ko'rib chiqdik, umuman yo'q ekan. Lekin lokatsiyasi juda ham zo'r. Metro, transportlar, barcha narsasi muhayyo qilingan, katta yo'lgacha taxminan 200 metr bo'lyapti. Endigi bo'ladigan bo'lsa, bizani ko'rishinglar mumkin, bu yoq tarafimizda ham havo aylanish uchun zonalarimiz barchasi muhayyo qilingan va bu yoqda yana bitta xonamiz mavjud. Xonadonimizda elektrika ishlari va gazlarimiz barchasi o'tgan, arzimagan ishlari qolgan, santexnika ishlariga ham joylarimiz barchasi qoldirilgan. Arzimagan ishlari bilan xonadonimizni bitirib olasizlar deb qo'yaman. Endi bu yoqda oynalarimiz bor va yuvinish xonasiga ega yana bitta xonamiz mavjud. Endigi bo'ladigan bo'lsa, sizlarga birinchi qavatimizni ko'rsatamiz, bizani kuzatishda davom etinglar. Birinchi qavatimizga ko'tarilganda ko'rishinglar mumkin, zinalarimiz bo'yicha xonadonimiz pishgan g'ishtlardan barcha binolarning ichi foydalanilgan va ustki mansarda qismlari keladigan bo'lsa, g'isht aralash shlaka blokdan ishlatilgan. Mana shu g'ishtlar ham barchasi qo'shib beriladi sizlarga va asosiy eshigimiz bu yoq tarafimiz borda elektronik darvozalar qo'yilgan va yonida mashinangiz uchun yana bitta joylarimiz elektronik qilib tashab ketilgan. Va binomizga kirganimizda kattagina bitta shunaqa xo'lni ko'rishinglar mumkin va bu yoq tarafimizda yana bitta xonamiz mavjud. Oynalarining kattaligiga e'tibor beringlar. Proyektini men o'zim ko'rdim, lekin juda ham yoqdi. Endigi bo'ladigan bo'lsa, bizning chap tarafimizda asosiy bitta yuvinish xonasi bo'lyapti. O'sha xonadan kirganimizda yana bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan xona. Bu yoq tarafda kichkina farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, bu yoqni ham bitta xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va o'zini yuvinish xonasiga ega. Ko'rishinglar mumkin, santexnika ishlariga ham turbalar barchasi tashab ketilgan. Eng asosiy qilinadigan ishlar barchasi qilib qo'yilgan. Endigi bo'ladigan bo'lsa, malarka ishlarini qilib olsanglar, aynan muddao deb o'ylayman. Endi bu xonamiz juda ham katta bitta mehmonxonamiz mavjud. Bu yoqni aytib o'tganimdek, bog'cha, xususiy bog'cha va maktablar, o'quv kurslari va mehmonxonalar qilib qo'ysanglar, menimcha bundan yaxshi variant yo'q deb o'ylayman. Chunki shaharimizda bunaqa joylarimiz juda ham qimmat. Juda ham qimmat. Tim bo'lib 5 sotuvdan oshuv xonadonimiz. Yuvinish xonasi, garderobni joy, havo aylanish uchun bu yoqda joylarimiz va yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Endigi bo'ladigan bo'lsa, bizani qo'limizni o'zida ikkita yuvinish xonasiga ega bo'ladi, alohida ikkalasi ham. Endigi bo'ladigan bo'lsa, asosiy eshigimizdan kirganda hovlimizga ikkinchi qavatga sizlarga taqdim qilamiz. Elektronik darvozalarimiz bor, bu yoqda shitlari barchasi qo'yilgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya barchasi muhayyo qilingan. Ko'rishinglar mumkin, mashinangiz uchun bu yoqda yana bitta elektronik darvozalarimiz pult orqali boshqariladi. Bu yoqda bitta yuvinish xonasi va ikkinchi qavatimizga biz ko'tarilamiz. Hovlidan ham joylarimiz barchasi tashab ketilgan. Bemalol zina qilib foydalansanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatimizga ko'tarilganimizda bizani bitta kattagina bu yoqda mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'zingiz uchun ofisni joy ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Va bu yoq tarafimizda ham ko'rishinglar mumkin, barcha seyflari barchasi qo'yilgan ekan. Televizorlarimiz uchun bu yoqda joy, Wi-Fi tizimlari barchasi bor va bu yoqda yana bitta xonamiz mavjud.
Endigi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qavatimizda bizani oshxonamizni, ya'ni yuqori qismida kattagina bitta xonamiz bo'ladi. Oynalar barchasi bor. Xonadonimizda arzimagan ishlari qoldirilgan. Radiatorimiz uchun ko'rishingiz mumkin, turbalari barchasi, sharoitlari hammasi bor. Narxi aytib o'tganimizda 230 ming dollar, ya'ni kelishiladigan joyi bor. Bizning kanalni kuzatishda davom etinglar. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Yaqin tanishlarga videolarimizni jo'natib qo'yinglar, ular ham ulanib olsin.